Ko'pchilik Damas'chi akalarimizga bitta foydali ishimizni ko'rsatib o'tamiz. Uy sharoitida o'zlariz mana shu farsunkalari, ya'ni suv sepadigani Damas'ga tiqilib qoladi. Buni o'zlariz qilib olasizlar. Videoni oxirigacha ko'rsangizlar, hammasini ko'rsatib o'tamiz. Bizga kerak bo'ladigan narsalar: 3 metr shlanka, 2 ta xamutcha, plasmas xamut, 2 dona farsunka hamda 1 dona mana bunaqa Y rogatkaga o'xshaydi. Mana shunaqa kerak bo'ladi. Oddiy bitta minus atvertka kerak hamda o'ng ключ kerak bo'ladi bizga. Yana bitta ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz. Mana bu knopkalarni ochish vaqtida sinib qolishi mumkin. Mana shu narsalarni olishga shu knopkasidan 4 dona olib qo'ysangizlar bo'ladi. Ikkita mana shu dvornik nasatkalarni ochib olamiz. Knopkalarni chiqarib olamiz. Bizga tesh uchun mana shu farsunkaning joyi bitta ko'rsatamiz. Mana shu yoqdan mana o'rtadan mana shu birinchisi. Mana shu yoqdan teshamiz. Tesh uchun bizda endi instrumentlar bor. Xohlang qaychi bilan ham teshsa bo'ladi. Mana knopkalarni teshib olamiz. Oddiy atvertka yordamida mana shu oldin qismidan sal mana bunday uchini qayramiz. Mana shu farsunkalarimiz mana bunday gankasi bo'ladi. Buni qaytib qotirish shart emas. Mana shuni olib tashlaymiz, kerak emas mana. Mana shu holatga ikkitasini qo'yib olamiz. Akfix 1000 dardga davo degan kley bor. Buni kleylab chiqamiz. Gaykani nima uchun qotirmaymiz qaytib? Sababi bu aylanib qoladi. Mana bunday kley qilib olsak, umuman qimirlamaydi. Mana shu tagdagi zashtingni yechib olamiz. Oddiy atvertka yordamida mana shu knopkalar chiqadi. Mana zashtingimiz chiqadi keyin. Shlankamizning uchini mana shu yerdan tiqamiz. Videoga diqqatli bo'linglar. Tepadan kelgan shlankalarimiz mana shunaqa kiradi-yu, mana bu bittalik qismi esa salonga qarab olib boriladi. Shlankamizga ahamiyat berasizlar. Mana tepadan keldi, salonga qarab olib boradigan joyi xamut mana qisib qo'ygan. Biza xamut nima uchun kerak? Faqat shu shlanka osilib qolmasligi uchun. Shlankamizning kirgan joyiga ahamiyat beringlar. Qayerdan kiradi? Hammasi bitgandan so'ng mana bitdi. Zashtingimizni qo'yib olamiz. Mana shalankamiz keldi. Mana shu yergacha keladi. Mana bachokgacha. Bachokni mana tortsak tepaga qarab chiqadi. Mana bu yerda o'zi ilingan joyi bo'ladi. Mana shu yerdan shlanka zavaskoy mana shlankasini chiqarib olamiz. Mana bu shalankamiz bunga kiradi. Shalankamizni mana shunday tiqib olamiz motorchikka. O'zini radnoy yana shu motorchigi bo'laveradi. Buni joyiga tiqamiz. Mana shunaqa shampunli suvlardan faqat solinadi. Sababi yaxlab qolmasligi uchun. Mana shlankalarimizni tiqib olamiz. Mana shunday kiradi. Shlankalarimizni tiqib bo'ldik. Mana ko'ribsizlar qanday kiradi. Joyiga qo'yib olamiz. Bo'ldi mana. Dvorniklarimizni hammasini mana qo'yib oldik. Ishlashni bitta ko'ramiz. Qani? Mana suv sepichlari. Yana. Mana ko'proq ha. Ko'rasizlarmi qanday suvni sachratib beradi. Bu tiqilib ham qolmaydi. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, videoga bitta like bosasizlar, Damas akalar bo'lsa ko'proq jo'natib qo'yasizlar. Profilda yana ma'lumotlar bor, bemalol kirib ko'rsangizlar bo'ladi. Xullas, mana shu farsunkamizni ichiga temirchasi bo'ladi, minus atvertka yordamida xohlang past qiling, xohlang baland qiling, regulovkasi bor. Obuna bo'lish esdan chiqmasin, videoni maksimal darajada tarqatib qo'yamiz.